Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar, Imom Ahmaddan bu hadis, Oysha onamiz roziyallohu anha rivoyat qiladilar. Rasululloh aytdilar deydi Oysha onamiz, la yatiyanna alal qodil adl yawmal qiyamati sa'a yatamanna annahu lam yaqdi bayna ithnayni fi tamratin qat. Rasululloh aytadilar, qiyomat kunida bir adolatli qozini ustida shunday bir soat keladiki, unda u ikki kishi o'rtasida bitta xurmo donasini ishida ham hech ham qozilik qilmagan bo'lishni orzu qiladi. U qaysi qozi? Qanaqa qozi? Odil qozi. Adolat bilan hukm yuritgan. Adolat bilan hukm yuritgan qozi qiyomatda bekar qozi bo'lgan ekanman deb boradi. Nimani ishida? Birdan uni xurmoda ishida. Shuning uchun odamlarning ishini hal qilayotgan, o'rtasini ajrim qilib berayotgan, qozilik ishini qilayotgan odamlar Allohdan taqvo qilsinki, xurmoni ustida qozilik qilganiga pushaymon yeydigan kun keladi. Shuning uchun Umar ibn Xattob aytadi roziyallohu anhu, vallohi agar Iroqda, u zot o'zi Madinada turadi. Iroqda bir tuya yo'lni tekismasligidan qoqilib ketsa, qo'rqaman. Ey Umar, nimaga yo'lni tekizlab qo'ymagan eding deb Alloh mendan so'rashadi. O'zini mas'uliyati deb bilyapti. Chunki addayyan bo'lgan Robbimizdan qo'rqyapti Umar ibn Xattob. Imtihondan eng yaxshi baholarni olib chiqqan Tolibdan so'rashdi. Qanday erishding bunga? Hamma bahosi 5. Bu javob berdi. Yil bo'yi imtihon g'ami meni boshimni tark qilmadi dedi. Yil bo'yi imtihon g'ami kallamda turdi. Shuning uchun chiroyli natijaga erishdi. Biz birodarlar, addayyan bo'lgan Robbimiz oldida bir kun turishimiz bor. Shuning uchun biz berishdan yoki olishdan avval, aloqasini uzish yoki bog'lashdan avval, jazo qilish yoki afv qilishdan avval, biron narsani qilmasdan avval shu ishim uchun Allohning oldida javobim tayyormi degan savolni berishimiz kerak. Alloh nima deydi shu ishim uchun? Chunki qiyomat kunida Alloh taolo to'xtatib bitta so'raydi bizdan. Nima uchun bunday qilding? Nimaga ayolingni urding? Nimaga ayolingga taloq berding? Nimaga farzandingni tarbiyasini tashab qo'yding beparvo? Nimaga tijoratda mana bunday ish qilding? Nima uchun umringni telefon bilan o'tkazding? Nima uchun satsani setda o'tirding? Nima uchun televizorda o'tirding? Nima uchun qo'lingdan telefoning tushmadi? So'raydi akalar. La tazula qadama abdin. Payg'ambarimiz aytadilar, bandani qadami qiyomat kunida jilmaydi o'rnidan to umrini nimaga sarflagan so'ramagunicha.